Mashhur skaut Husanovning Manchester City'dagi istiqboli haqida gapirdi. U turnirda o'tkazgan 4 ta o'yinni havodagi to'p uchun kurashlarda raqiblardan sezilarli darajada ustun keldi. Jismoniy kuchdan tashqari, u tezlanish qobiliyatiga ega. Tezlik va chaqqonlik uyg'unligi esa raqib hujumchilariga qarshi muhim afzallik hisoblanadi. Xususan, uning Isroilga qarshi 1-8 finaldagi ishtiroki o'yinni o'qiy olish va pozitsiya egallash qobiliyati, shuningdek, Anan Halayli va Tay Abed kabi ham jismoniy, ham texnik jihatdan kuchli futbolchilardan to'pni olib qo'yish Husanovni 2023-yilgi U20 Jahon chempionatining eng yaxshi individual ijrochilaridan biriga aylantirdi. Vaqt o'tishi bilan u til to'sig'ini yengib o'tadi va Pep Gvardiola qo'l ostida elit darajadagi futbolchiga aylanib, ko'p yillar davomida City uchun muhim o'yinchiga aylanadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari sobiq Sovet respublikalari orasida aholisi o'sib borayotgan yagona mintaqadir. Ular qit'aning uzoq sharqiga nisbatan sport va futbolga ko'proq mablag' sarflaydi hamda futbol uchun muqobil bozorga aylangan. Husanov va Dastan Satbayev kabi futbolchilar tufayli bu qiziqish yaqin yillarda geometrik progressiya bo'yicha o'sib boradi, dedi yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida faoliyat yuritgan taniqli skaut Jek Chetin.